Hammamiz Joni deb o'ynagan Jek Chitakni yaxshi taniymiz. G'alati dromxo'r va doim mast qaroqchi, to'g'rimi? Lekin Gollivud bizni laqqilatganini bilarmidingiz? Chunki haqiqiy Jek umuman boshqacha odam bo'lgan. Tarixda uning ismi Jek bor. U 16-asrda Angliyaning eng zo'r dengizchisi edi. O'z vaqtida qirolicha Yelizaveta uchun dushman kemalarini talab, davlatga katta boylik olib kelgan. Ammo taxtga yangi qirol keldi-yu, hammasi o'zgardi. Qahramon bir kunda jinoyatchiga chiqaradi. O'z vatani undan yuz o'girgach, Jek O'rta Yer dengiziga qochishga majbur bo'ldi. Ana endi eng qiziq joyi. Angliya uni haydagach, Jek Tunisga boradi va islom dinini qabul qiladi. O'ziga Yusuf Rais degan yangi ism oladi. Ha, adashmadingiz, mashhur Jek Chitak aslida musulmon bo'lgan. Kinoda Jek ko'zga qora bo'yoq surib yurishini eslaysizmi? Bu shunchaki film emas. O'sha paytda musulmon dengizchilari quyoshdan himoyalanish uchun ko'zlariga surma qo'yishgan. Gollivud bu detalni olgan, lekin uning ma'nosini yashirgan. Xo'sh, nega unga Chitak laqabini berishgan? Chunki Yusuf Rais qushlarini juda yaxshi ko'rgan. Kemasda doim kichkina chumchuqlarni boqib, ular bilan gaplashib yurgan ekan. Nega Disney bu faktlarni ko'rsatmadi? Chunki qahramonning musulmon bo'lgani xalqqa to'g'ri kelmasdi. Ular Yusuf Raisni shunchaki piyonista qaroqchiga aylantirib, tarixni o'zgartirib yuborishdi. Albatta, kino bu shunchaki san'at, lekin har bir afsonaning ortida biz bilmagan qandaydir haqiqat yotadi. Agar tarixning ochilmagan sirlari sizga qiziq bo'lsa, bizni kuzatib boring. Fikringizni izohlarda kutamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.